Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Video обращение azizga bo'ladi. Yaningni agar haq bo'lib gapirganingni gapirib chiqmaychidim. U qizchaga bir simon pul yordam ko'rsatmagansan. Meni lichkamga yozibdi, meni lichkamdan yordam so'rayapti degan gapingni ham eshitdim. Sendan yordam so'ramagan ekan. Men gaplashib ham ko'rdim. Ali Farishtacha, yana qandaydir opalarimiz, ehsonlar o'tkazgan minglab insonlarimizda video murojaatidan keyin yuragim achigandan gapiryapman. Aziz, birovga foydang tegmaydimi? Foydasi tegayotgan insonlarni ham foydasi tegmayotgan qilma. Senga shaxsiy adovatim yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham, nima bo'lib ketishimizdan qat'iy nazar biza bitta dasturxonda non tuzib, bitta joyda qanchadir umrimizni o'tkazganmiz. Mana shu qiynalgan beva bechoralarni boshini silayotgan hech kim qolmasa ham, mana shu yerda men tirik ekanman, mana shu yerda men nafas olayotgan ekanman. Qiynalgan opalarim uchun, qiynalgan ko'k opa singillarim uchun mana men turaman. Men mana shu yerda nafas olib turgan ekanman. Mana shu insonlarga yordam berishdan men to'xtamayman. Bu ishingni yig'ishtir. O'zing bilasan. Do'stona maslahatim senga. Sendan-ku do'st chiqmaydi. Sendagi do'stim yo'q, davna qo'limda yurganman. Prosta yo'lingda yur, tegishma unaqa beva bechoralarga.